qizlarimizga ham yetkazaylik, kelinlarimizga ham shu gaplar bormi, ayollaringizga ayting. Bugun Rasululloh aytgan ekanlar, qaysi bir ayol erini kamchiliklariga sabr qilsa nima bo'ladi? Erini nuqsoniga sabr qilsa nima bo'ladi? Osiyo onamiz savobiga erishadi. Osiyo onamiz bu Firavun alayhi la'nani ayollari bo'lgan. Firavunda shu yomonligiga, Firavunda tabiatiga, Firavunda shu kasodiga, fisqiga chidagan mu'mina bo'lib turib, iymonlarini yashirib chidagan ayol, sabr qilgan. Osiyo onamiz Firavunga sabr qildilar. Dadam uyga ketaman, talag'imni bering deb borib sudga ajrim bermabdi. Firavunga sabr qildi Osiyo onamiz. Mana qarang. Osiyo onamiz Firavunga sabr qilyapti. Nahot biz musulmon qizlarimiz bitta erga sabr qilmaydi. Ajicha bugun sal ozroq topayotgan bo'lsa, ertaga Xudoyim beradi. Mol dunyo shunaqa narsa. Buni berib bir oladigan narsa. Bugun shu ichayotgan bo'lsa, ertaga tashlab yuboradi. So'ra duolaringda, eringni haqqiga duo qil. Tashlab olsin shu qumorni, ichkilikda, boshqani. Firavunga sabr qildilar u Osiyo onamiz. Qaysi bir ayol erini kamchiliklariga sabr qiladigan bo'lsa, Osiyo onamiz bilan bir maqomda bo'ladi. Jannat ayollarining sayyidalari 4 ta debdilar. Rasululloh alayhisolatu vasallam. Xadija onamiz, Fatima onamiz, Maryam onamiz va Osiyo onamiz 4 talar. Jannatda nechta ayol kiradigan bo'lsa, hammalarini eng mashhur ulug'lari, sayyidalari mana shu 4 talar. Shularning qatorida mana Osiyo onamiz turibdilar. Bugun yoshlarimizga shuni o'rgatishimiz kerak ekan.